Mana aziz do'stlar, kelib oldik ishga. Mana ketdi busk. Ishga kelib oldik mana so'mkalar. Mana shu mashinani. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, mana bugun 18-may. Inshaalloh ishga ham keldim. Ishga ham mana mashinani ham qabul qildim. Xudosan Xudoolasa yetib keldim. Mana endi ishni boshlaymiz. Xudoolasa mana mashinani qabul qildim. Hozir ichida joylashtirdim. Joylashtirilgan videolarni ham qo'yaman hozir. 2004-yil ishlab chiqarilgan. Shu uncha ham ko'p yurilmagan bo'ladi. Xudoolasa bundan buyon yana videolar chiqishini davom etadi. Kanalimizni kuzatib boring. Xudoolasa endi ish bersa ishga chiqib ketamiz inshaalloh. Ketdik. Aziz do'stlar, mana mashinani qabul qildim. Endi bo'lsa endi mana hamma narsa qurib yotibdi. Mana endi bo'lsa mana buni qilamiz. Mashinani rasmga tushib joylaymiz. 43. Mana avtomobil qabul qilish, mana avtomobil qabul qilishni bosamiz. Keyingi tasdiqlanmoq, tasdiqla. Keyingisi grafik. Kilometrda yozing deyapti. Hozir kilometrda yozamiz. O'l patlaması ne bile. Burası 147 886. Tibet kutucası deyapti. Tibet kutucası yo'q bunda. Mana telefon. Tibet kutucası yo'q. Xullas. Tibet kutucası yo'q. Kalit. Yok. Şurada su var. Burada su var. Adresim var. Ne yok. Soğuk olmak kadar mı? Soğuk olmak. Soğuk olmak. Nasıl yok? Soğuk olmuş. Bekleyin. Bunun sırog'i qayerga yozilar ekan? Sirog qani sirog. Sirog. Sirog'i qayerdan? Aziz do'stlar, men yuklab bo'ldim.
Mana avtomobil işte chiqib ketayapmiz. Mana bo'ldi endi aziz do'stlar. Endi narsalarni joylasak bo'ladi. Bemalol xudo xohlasa. Mana birinchi mana buni qo'yib olishim kerak. Mana shuni qo'yib olishim kerak. Chunki buni buni olmagasam orqam terlab, juda ham terlab ketyapti. Shuning uchun oldimda buni. Mana yig'ishtirib bo'ldim. Mana shunaqangi oldim. Ovqat pishiradigan multivarka deydi. Pishib, bo'lsa borguncha 2 soatga, bir manzilga borguncha pishib qoladi. Shu. Shunaqa. Bular misir. Misirga tashlayman bularni. Bularga nega bunday kesib tashlab misir sog'ich qilaman-da. Mana aziz do'stlar, mashinani ko'rinishi mana shu yuvmabdi mashinalarni. Qiz bolada yuvmagan. Mashina dablari bor. Bo'limlarni almashtirish kerak. Aziz do'stlar, mashinaning ko'rinishi. Balonlarni yuzayib. Mana o'rtasi urilib, kraska qilingan ekan, kraska sepilgan ekan mana. Bugundan ish endi. Qani, hozir yotib davom kechadan beri yo'lda yurib, adam uxlagani yo'q. Endi hozir chajam. Uxlayman, soat 5 ta qabul qildim, o'sha 7 bo'ldi. 7:30 bo'lyapti. 2,5 soatda narsalar joylab bo'ldim. Endi dushga chiqib, xudo xolasa yana yo'lda olishim. Mana soat 6 bo'ldi. Zadana berdi menga. Sizlar mana zadana berdi. Mana 22:00 ga yuklaysan dedi. Mana Connex mana shu aeroportdan dokument olib yo'lga qoldim. Bazadan yuklar ekanmiz. Shu Parijga, Fransiya, Parij, UFS. Soat 22:da yuklashimiz kerak. 22:da chiqmayman, 9:da boraman-da bazadan zapravka qilib, keyin Prisep 6 kilometrda ekan, Prisepga o'zi borgancha yo'ldan zapravka olib, keyin Prisepga boraman, xudo xolasa qaytib kelib, mana shu bazaga qaytib kelaman-da. Shungacha soat 10 gacha uspet qilishim kerak, xudo xolasa uspet qilaman. Ana xudo xolasa yo'lga chiqamiz endi. Soat 9larga yo'lga chiqaman. 21da. 22da o'sha hamma ishlarni qilib, zapravkalarni qilib qaytib kelishim kerak. Soat 9 bo'ldi aziz do'stlar. Endi xudo xolasa ish boshlaymiz mana. Yo, bismillah, kartarmani soldim. Bismillahirrohmanirrohim. Shu zadaniyalar keldi. Buni ishga tushirsak 24:03 da tushgan ekanmiz. Mana 24:03 kuni tushgan ekanman. Mana kartasi bo'lgan ekanman 21:09. Hozir 21:da so'rayapman yana.
Mana kartan sug'urilgan kuni. Bu Germaniya. Yes. Yes. Azizlar mana ishga tushdi, xudo xolasa. Aziz do'stlar, mana yuklab bo'ldi. Ara keldim, Connexga keldim, dokument unda emas ekan. Ular adresni yana adashib tashlavergan. Connexga keldim, unda emas ekan, Georgiy Holdingning o'zidan yuklab berdi hozir. Mana 562 kilometrga ketamiz hozir mana. Hozir yuklab bo'ldi. Mana endi xudo xolasa yo'lga chiqamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari, aziz do'stlar, mana kun ham yorishdi. Soat 5 dan 50 minut o'tyapti. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, 10 takam 6 bo'ldi. Soat 8 dan 10 minut o'tganda yetib borasan deyapti. 162 kilometr qoldi. 2 soat 16 minutda shu yoqda bo'lasan deyapti. Bu 2 soat 45 minut vaqtim bor hali. Buni Tahoda. Mana xudo xolasa yo'lda ketyapman inshaalloh, xudo xolasa. Fransiyaga chidaman hozir. Aziz do'stlar, mana soat 7 dan 43 minut o'tyapti. 32 kilometr qoldi. 28 bo'lsa, narigisi 32 ko'rsatyapti. 32 kilometr qoldi. Mana shu Parijda mana shu aeroportga olib boradigan yo'l. Xudo xolasa, mana probkada ketyapman. Mana shu niyadan qo'shilyapti-yu, mana shu mashina. Ana shu yergacha probkada. Chunki bu yerdan mashina kelar, o'tib o'tkazadi. Naridan kelar, ana shu yergacha probka, nariyog'i probka emas, xudo xolasa. Yaxshi. Mana kelyapmiz. Направление движения по полосам. Мотоцикл. Yana bitta probka duch kelib qoldim azizlar. Yana bitta probka. Endi
shu isbot qila olamanmikin degan savol tug'iladi bo'lsa. Basa 18 kilometr qoldi azizlar. Probka. Probkani ko'ryapsiz, ammo probkani hali ham bu sal yengiroq, bunda katta probkalar bo'lib azizlar, mana 7 kilometr qoldi. 7 kilometr. Inshaalloh, xudo xolasa ketamiz. 7 kilometr qoldi. That's
Paris. Tin. Purgovayda yo'l bermaydi daha. Bu para. Mana shu Fransiya Parijda mana shunday. Fransiyada mana shunaqa yo'l bermaydiganlar juda ko'p. Aziz do'stlar, mana yetib keldik, 600 metr qoldi. Vaqt mana 20 minut qoldi. Aziz sabahla keldim. Hozir dokument olib boraylikchi. Shumi yoki boshqasimi bilmayman, lekin men pererif deb qoldim. Tamom deyapti. Azizlar, bularni o'zlari ham bilmaydi qaysiga olib borishi. VFS 6 ta VFS borda mana shu redda. Bilmaydi hozir. Hozir 5 ga bordim. 5 hozir dokumentlar rampa berdi. Hozir 5 ga borib rampa qo'yamiz, xudo xolasa. Azizlar, bo'ldi. 70 bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Nazorkan yapıp Maşını mandın şunisi yomon tez anası tushib qoladi, yurmaydi ham o baliq, havo baliq kam bo'lsa.
do'stlar. Bo'ldi, xudo xolasa parkingga boramiz. Aziz do'stlar, shu bilan parkingga boramiz. Qolsa parkingga borish joyini ko'rsataman. Aziz do'stlar, mana yuk tushirib parkingga ham keldim. 9 soat olmagandan keyin menga yana yuk berdi. Amsterdamga, Gollandiya Amsterdamga. Air France'dan yuklayman. Az kun kech mana 22:59da 23dan yuklaymiz ekan, mana 31da o'tyapti. Hozir yo'lga chiqib boraman, yuklab keyin Gollandiya Amsterdamga qarab yo'l olamiz, xudo xolasa. Necha kilometrligini aytaman. Hozir yuk oladigan joy o'zi. Aziz do'stlar, shuni parkingdan chiqmasdan turib yo'l yopiq ekanda, yo'lni yopib tashlabdi. Hamma xonalari ochadi deb turibdi. Men yukim o'sha 11da olishim kerak edi, 55 minut o'tib ketdi. Yuking atmen bo'ldi deyapti, pauza qil deyapti. Endi pauza qilishning ham iloji yo'q. Mana orqada ham mashinalar ko'p. Orqada ham mashina ko'p. Mana oldida ham mashina ko'p. Bu tomonda ham mashinalar ko'p. O'zi chiqishda iloji yo'q. Endi bilmadim. Yo'l hozir ochildi aziz do'stlar, mana. O'tyapti hammasi. Endi yukim atmen bo'lib ketdi. Endi yuk atmen bo'lib ketdi. Ограниченный для движения район. Endi pauza, yana qaytib kelib pauza qilib turaman. Do'stlar, kecha ko'rdingiz, buni trassani yopgandim, mana shu trassani mana. Mana shu yerda qolib ketgandim men, mana shu o'rtada. Mana shu furaning oldida qolib ketgandim. Keyin yo'l ochilmadi. Xullas, soat ertalab 5 da ochildi, 10 takan 5 da ochildi. Yukim atmen bo'lib ketdi. O'sha 6 soat deganda yukim atmen bo'lib ketdi. Yana kelib pauza qildim. Hozir yana yuk berdi. Ana Amsterdamga, shunaqa. Ko'hna Nageldan yuklaymiz-da, Amsterdamga ketamiz, Gollandiyaga. Pritsepni almashtiramiz. Ref olasan dedi. Hozir pritsepni almashtiramiz, keyin yana xudo xolasa yo'lga davom etamiz Gollandiyaga qarab. Azizlar, mana boshlandi. Motor bo'lsa 15:30da. Mana ochib, endi yuramiz, xudo xolasa. Bismillah. Fransa, bo'ldi. Hadi preset tutamiz. Alo. Aka. İşlemem. Bunu tertamiz birinchi. Ko'taramiz uni. Bo'ladi shunchasi.
Hozir mashinani oldirib haydaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ana bo'ldi, tushdi endi. Endi tushadi. Hozir mana pritsepdan shu yerda mana qaradim. Mana xaladenlik. Altmış üç 97. Altmış üç 97. Здравствуйте. Не надо. Не надо. Здравствуйте, добрый. Дизель full. Акции. Спасибо, Миша.
5'da turibdi ekan. Boshda endi. Aziz do'stlar, mana yuklab bo'ldi. Xudo xolasa Belgiya orqali Gollandiyaga o'tib ketamiz. Mana yo'lda chiqib, xudo xolasa yo'lda ham chiqib, yo'lga chiqib oldim. Xaladelnik ishlayapti. 105 gradusda. Mana navigator ishlamayapti. Nima ishlamayapti? Da. Do'stlar, mana parking bo'ladi. Ha shu yerga to'xtab o'tolmaymiz, mana shuni ichida. Azizlar, mana Belgiyaga o'tishimizga 1 kilometr 800 metr qoldi. Az Belgiyaga o'tamiz, xudo xolasa. ...268 kilometr qoldi anavgacha. Ilk tushadigan joygacha. Mana Belgiya znak turibdi. Endi mana ketyapmiz, xudo xolasa. Belgiyada. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Aziz do'stlar, mana bugun 21-may. Aziz do'stlar, kechagi yukimni oparib, ofisga dokumentimni berib, kechasi bo'lgani uchun odam charchadi, shu video ololmadim. Soat 12da bordim, 12da 10 minut o'tganda u dokumentlarimni oldi, rampani berdi menga, rampaga qo'ydim. Plambalarni ochib qo'ysam, oradan 1 soatlar o'tgandan keyin 2 soat o'tdi. 2lar bo'ldi, 2,5 bo'ldi. Aytayaptiki, joy yo'q dedi, yukni tushirmaymiz dedi. Men aytdim,
Men farqi yo'q. Keyin bordim ofisga borsam dokumentim qaytarib berdi. O soat 6da uchamiz edi. 6gacha vaqtim yetmaydi. Keyin dokumentni oldimda qaytib kelib parkingga keldim. Endi parkingdan mana yuk tushirishga ketyapman, xudo xolasa. Hozir ketamiz, xudo xolasa. Do'stlar, yuklab bo'ldi hozir. Yukni tushirdim, uni keyin srazi yuk olishga keldim. 20 minut kechikib keldim. Endi u mendan emas. Keldim hozir yukni yuklab endi Frankfurtga qarab ketyapman, xudo xolasa. Bazadan chiqaman hozir. Bazaga video olaversam ham to'g'ri kelmaydi. Endi ham охрана ko'p. Aziz do'stlar, xudo xolasa yukni olib keldim Frankfurtga. Yukni olib keldim, lekin tushira olmadim, chunki yopilib ketdi. Soat 11da keldim, yopilib ketdi. Ishlamas ekan kechqurun. Pritsepni hozir bazaga kelib uzdim. 24 pauzaga tur dedi. 24 soat davom xudo xolasa. Hozir kelib to'xtadim. Soat 10. Ko'rinadimi? Telefonda ko'rsatmasa. Soatim 2 bo'ldi. Ya'ni 2dan 15 minut o'tyapti. Xudo xolasa videoni shu bilan tugataman aziz do'stlar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.